qizcha bilan onlayn qizcha telegramda yozinglar. Tam bir ishonchliimiz biz. Ikkalamiz ham ishonchliimiz. 7 yoshli qizcha akajon, 7 yoshli qizcha telegramda yozing. Qizchangiz bilan onlayn qilmoqchiman deb yozsangiz, ammo o'zim oqalattirib, bo'shantirib ko'rsataman. Men hali kechagi voqeadan keyin, kechagi videodan keyin hali o'zim yemaganman. Bugun mana bunaqa video chiqib kelyapti. Men prosta shokman. Hozir tilim umuman meni aylanmayapti. Ichimda shunaqa nafrat, odamlarga nima bo'lyapti? Hayvonam o'zini bolasini asrab, avaylab mehr beradi-da. Odamlarga nima bo'lyapti? Odam hayvondan farqi bor-ku. Mana hozirgi videodagi ayol bilmayman, u shaytonmi nima balo, 7 yashar qizini shu faxsh yo'lga boshlayapti. 7 yashar go'day o'lib qolishi mumkin-ku. Nahotki shu narsadan qo'rqmaydi farzandi. Hozir 3,5 yoshga kiryapti. Lekin 3,5 yoshga kirishiga qaramay oyoqlarini o'rnida bosmaydi. Umuman qimirlamaydi, boshini tutolmaydi. Xullas harakatlardan cheklangan. Mushularni yemirilib oxir o'pkasiga, yuragiga o'tadigan, o'pka bilan yuragan mushulardan iborat bo'lgani uchun o'pkasi qisqarib ketib, oxir nafas ham ololmaydigan bo'lib kasallikda davosi bor, lekin juda qimmat ekan. Davosi bor, turib nechta bolajonlar shu kasallikdan o'lib ketyapti. Davosi bor, lekin juda qimmat bo'lgani uchun men xalqimizdan yordam so'rashga majburman. Insonni hayotini oldida qo'yadigan narsa biz hamma yog'imizni sotsak ham buncha pul chiqmaydi bizda. Iltimos qilaman, farzandimizni saqlab qolaylik. Volidan voy men bilmayman borku nima bo'lyapti odamlarga. Tag'im ochiq oydin internetga chiqib qo'rqmasdan. Bilmayman men borku. Astag'firulloh. Hozir ichimga shunaqa gaplar kelyapti, zo'rg'a o'zimni tiyapman. Insof bersin borku, insof bersin, men bilmayman nima deyishni даже. Kim yosh qizcha bilan onlayn qizcha telegramda yozinglar. Tam bir ishonchliimiz biz. Ikkalamiz ham ishonchliimiz. 7 yoshli qizcha akajon, 7 yoshli qizcha telegramda yozing. Qizchangiz bilan onlayn qilmoqchiman deb yozsangiz, ammo o'zim oqalattirib, bo'shantirib ko'rsataman. Cho'milyapman-da. Cho'milyapman. Jonim cho'milyapman, asalamda. Jonim cho'choqlaringizdan-da. Cho'choqlaringizdan sizda-da. Rostdan qizim bo'shantiradi 7 yosh. Cho'milyapti. Qaniki madaniyat vazir xodimlari, ichki ishlar xodimlari, bittasi biz nomer haydab o'tib ketib qolsa, boshqa bo'lsa, uyidan borib ushlab olib kelasizlar-da, butilkaga o'tkazasizlar. Chunki u qonun buzdi. Mana u haromi fohisha 7 yoshli bolani boshqaga qo'shyapti telefonda, WhatsAppdan yozinglar deyapti. Qayerga qarayapsizlar? Telefon nomerni ham pasportga sotiladimi? Pasport orqali topsa bo'ladimi? Topish oson, sizlarga buni topish qiyin emas. Olib chiqingizlar, ko'rsatingizlar xalqqa bu haromi kim edi jalab. Ko'rsatingizlar xalqqa. Mana bolani tortib o'yingizlar, ana diddamga beringizlar. Buni o'ziga o'xshagan fohisha bo'lib chiqadi bu go'dak. To'ylar muborak, zirt-zirt bo'lyapti bu yoqda internetda. WhatsAppda 7 yoshli bolani qo'shib yuboryapti. Like bosib, mana shu videoni maksimalni tarqatib qo'yingizlar, kerakli joyga yetib borsin, shu haromi topilsin.